Farzandingizga erta yoshdan til o'rgatyapsiz. Ammo bolangiz gapirmayapti. Multfilm ko'radi-yu, natija yo'qday. Ehtimol siz bu yetti xatoni qilyapsiz. Endi esa ularni to'g'irlash vaqti keldi. Assalomu alaykum onajonlar. Siz Ma'mulinggo sahifasidasiz. Men magistr diplomiga ega ingliz tili o'qituvchisiman. Siz kabi erta yoshdan farzandiga ingliz tilini o'rgatishni xohlaydigan onajonlarga yordam berish uchun bu kanalni tashkil qilganman. Obuna bo'lishni unutmang. Sahifam siz uchun manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Qani boshladik. Ushbu videoda biz siz bilan ota-onalar orasida eng ko'p takrorlanadigan xatolar va ularning amaliy yechimlari haqida gaplashamiz. Demak, bizda birinchi xato bu bolani gapirtirishga majburlash. Ya'ni masalan, inglizcha gapir, qani gapirsang-chi, yoki qaytar, takrorla, nega gapirmaysan deb bolaga bosim berish. Bu boladagi eng katta blokni yaratadi. Bola stressga tushganda til markazlari vaqtincha yopilishi mumkin. U hatto ona tilida ham gapirmay qo'yishi mumkin. Sizni qo'rqitib yubormoqchi emasman, lekin bu juda ham katta bosim berilganda shunaqa bo'lish ehtimoli ham bor. Buni yechimi qanaqa bo'ladi? Yechim first understanding then speaking. Ya'ni birinchi u avval tushunish kerak, keyin gapiradi. Gapira olmasa ham siz xafa bo'lmang. Uni xijolat qilmang. Bu yerda siz shunchaki model bo'lib berishingiz kerak, ya'ni namuna bo'lishingiz kerak. Your turn, sening navbating. Kutdingiz, u gapirmadi. It's okay. Chiqisi yo'q. O'zingiz javobini aytib davom etishingiz mumkin. Yoki I will help you. Men senga yordam beraman. You can try later. Yoki keyinroq aytib berishing mumkin deb bolangizni ovutishingiz mumkin. Ya'ni boladan ortiqcha narsa kutish, bolaga ortiqcha bosim berish bu faqatgina minusga ishlaydi. Bola o'zini qachonki xavfsiz his qilsa, shunda o'zi gapirishni boshlaydi. Shunchaki bolangizni o'ziga qo'yib bering. U hammasini sekin-sekin eplaydi. Demak, bizda ikkinchi xato. Har darsni grammatikaga aylantirish. Masalan, bu present simple yoki bu plural, ya'ni ko'plik bu birlikda bu yoki bu ot so'z turkumi, bu fe'l so'z turkumi, bu harakatni bildiryapti deb unga ortiqcha grammatik qoidalarni tushuntirishingiz foydasiz. 3-7 yoshda grammatikani tushuntirish bu xuddi vaqtni isrof qilish desak ham bo'ladi. Bu yoshda bola grammatikani shunchaki his qiladi, ko'radi, takrorlaydi. O'zi bilmagan holda grammatikani o'rganib oladi. Qanaqa? Faqatgina sizga taqlid qilib xolos. Siz gap aytyapsiz, u orqasini takrorlaydi. Yoki o'ziga moslashtirib sizga to'g'ri javob taqdim qiladi. Bunda alohida uni nomi nima, qanaqa qoida ishlatildi, uni aytishini, bilishini hojati yo'q. Bu yerda yechim shunchaki qoida emas, namuna bo'lib bera olish. Shu farzandingiz sizni ortingizdan takrorlaydi, shu orqali o'zi avtomatik grammatikani o'rganib oladi. Keyingi xato bu ko'p material va ko'p natija deb o'ylash. Ya'ni farzandimga ko'p narsani o'rgatsam, ko'p narsani bersam, u tezroq o'rganadi, zo'rroq o'rganadi deb o'ylash. Bugungi onalardagi eng keng tarqalgan xatolar mana shu bo'lsa kerak. Kartochkalar, workbooklar, plakatlar, har xil applar, multfilmlar hammasini bir soatning ichiga tiqib o'rgatmoqchi bo'lish. Siz farzandingiz bilan bir soat ajratmoqchimisiz? Shunchaki bitta, ikkita mashg'ulotni tanlang va shu bilan ko'proq vaqtingizni o'tkazing. Farzandingizga bu yerda muhim narsa takror. Ya'ni bir narsani qayta takrorlash. Siz uchun u oddiy bo'lishi mumkin. Juda ko'p takrorladim deb o'ylashingiz mumkin, lekin farzandingiz uchun bu faqatgina foyda xolos. Unga ko'proq narsa berishingiz, unga bosim berish bo'ladi. Va aksincha o'rganish o'rniga u bir joyda qotib qolishi mumkin bo'ladi. Miyaga ko'proq nagruzka tushib qolishi mumkin. Shuning uchun kam-kamdan davomiy bajarishingiz kerak bo'ladi. Keyingi 4-chi xato bu xato qilsa darrov to'g'rilab yuborish. Masalan, bolangiz qizil mashinani ko'k mashina deb aytib qo'ydi deylik. It is blue car dedi. Siz no, it's red car deb siz uni darrov to'xtatib, xatosini to'g'rilab, xato qilding, bunaqa emas, bunaqa bo'ladi deb jahl qilib urishishingiz kerak emas. Bola o'zini xato qilayotgan inson deb his qilmasligi kerak. Unda gapirishdan qo'rqib qoladi.
Nafaqat bola, katta insonlar ham masalan xato qilishdan qo'rqib gapirmaydi. To'g'rimi? Til o'rganayotganda. Bolalarda ham xuddi shunaqa. Bolalarga xato qilayotganini bir yomon ish sifatida ko'rsatib qo'ymasligingiz kerak bo'ladi. Yes, it's okay. It's red car, right? Wow, deyishingiz mumkin. Bu qizil mashina. To'g'ri. deb o'zingiz shunchaki yaxshi tabassum bilan u bolaga xavfsiz muhit qilib berishingiz kerak bo'ladi mana shu joyda. 5-xatoyimiz har kuni 1 soat ajratib kelib, keyin 3 kun tanaffus qilib yuborish. Bu o'quv jarayonida eng katta bir uzilish hosil qiladi va natijada orqaga ketishi ham mumkin bo'ladi bola o'rganish jarayoni. Ya'ni siz qanaqa qilishingiz kerak? Masalan, 1 soatga har kun vaqtingiz yetmayapti. 1 soat har kun ajrata olmaysizmi? Demak, 1 soat qilmang. Kamida 5 minut bo'lsa ham vaqt ajrating, lekin har kuni qiling. Bu yerda asosiy kalit so'z muntazamlik va takror. Shu narsa. Masalan, har kun 5-7 daqiqa siz uchun yetarli bo'lishi mumkin. Masalan, bir kun ko'p shug'ullanib, qolgan 2-3 kunlab shug'ullanmasdan ketishdan ko'ra. Shuning uchun o'zingiz uchun eplay oladigan darajada, vaqt ajrata oladigan darajada vaqtni belgilang va shunda muntazam bo'ling. Bu yerdagi eng muhim narsa ritm. Bu qanaqadir marafon emas, tezroq borib qo'yish kerak bo'lgan narsa emas. Shunchaki vaqtga qo'yib berib, sekin davom etishingiz kerak bo'ladi. Keyingi 6-xato bizda bolani ekran bilan band qilib qo'yib, til o'rganayapti deb o'ylash. Bu haqida avvalgi bo'limlarda ham gaplashdik, lekin xatolar orasida alohida qayd qilish kerak bo'lgan deb o'ylayman. Bu haqida alohida videoyimiz ham bor. Multfilm bilan bolangiz til o'rganmaydi. Multfilm bolangizga til o'rgatmaydi. U shunchaki ko'ngilochar mashg'ulot sifatida qabul qilinishi kerak. Masalan, siz farzandingizga "Look, it is an apple" deb olmani qo'lingizda ko'rsatib o'rgatganingiz yarim soat multfilm qo'yib berganingizdan ko'ra samaraliroq va foydaliroq bo'lishi mumkin. Bu yerdagi asosiy kalit so'z esa muloqot hisoblanadi. Ya'ni siz multfilm qo'yib bersangiz yoki ekran qo'yib bersangiz, bolangizda muloqot bo'lmaydi. U faqatgina passiv o'rganadi. Odam qachonki tilda gapirishni boshlaydi, qachonki u bilan muloqot qilinsa, unga savol berilsa va uni kutib turilsa, ko'ziga ko'z tushsa va ko'z orqali kontakt deyiladi. Ko'z orqali kontakt qilinsa, bolangiz o'ziga xavfsizlik olsa, o'ziga ishonch his qilsa, shunda gapirish jarayoni tezlashadi. Bu bir gap bilan aytganda, masalan, bolangiz bilan vaqt o'tkazayotgandagi o'yinlar multfilm bera olmaydigan narsalarni sizga tezroq beradi. Demak, bizda 7-xato bu natija yo'q deb juda ham erta taslim bo'lish. Erta yoshda ingliz tilini o'rganish bu sekin jarayon hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar 2 haftada, 1 oyda, 2 oyda natija kutishadi. Ammo bola avval tushunadi so'zlarni, keyin gapirishni boshlaydi, boshida analiz qiladi. Hammasi qadam-ba-qadam davom etish kerak bo'ladi. Bolada silent period bo'ladi, ya'ni jim. Bola faqatgina 50-60% gapingizni tushunadi, lekin umuman gapirmaydi. Yoki sekin single words gapirish boshlaydi. Kichkina so'zlarni aytish boshlaydi. Keyin kichkina iboralarni aytishni boshlaydi. Bu odatda 2-6 oy vaqtni ham olishi mumkin. Har bitta bola individual, buni bilamiz. Farzandingizda kimningdir bolasiga qarab solishtirishingizning umuman keragi yo'q. Ba'zi bolalarda tezroq bo'lishi mumkin, ba'zi bolalarda sekinroq bo'lishi mumkin. Muhimi siz davomiy bo'lishingiz va bolangizdan ko'p narsa kutmasligingiz va bu rivojlanish bosqichini qo'llab-quvvatlashingiz bo'ladi. Shunday. Til bu poyga emas. Farzandingizni tezlashtirishingiz, shoshirishingiz kerak emas. Siz shunchaki sharoit yaratib bering. Qolganini unga ishonib topshiring. Shunga bo'lsangiz, farzandingizga ingliz tilini o'rgatish uchun mukammal inglizcha bilishingiz ham shart emas ekan. Balki bu yerda eng muhimi to'g'ri yondashuv. Unda esa siz yolg'iz emassiz. Men aynan sizga o'xshagan onalar uchun Telegram kanalimda bolaga qanday bosimsiz gapirtirishni, 5-7 daqiqalik tayyor o'yinlarni, kitoblarni, har bitta yosh bosqichi uchun aniq nimalar qilish kerakligini va bilingual muhit uyda qanaqa qurishni bosqichma-bosqich ulashib boraman. Agar siz ham to'g'ri qilyapmanmi degan savol bilan yolg'iz qolmaslikni,
farzandingizni qo'rqitmasdan, majburlamasdan tilga olib kirishni xohlasangiz, pastdagi link orqali Telegram kanalimga qo'shiling. Bu yo'l uzun, lekin to'g'ri yursangiz, natija albatta bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Birga o'rganamiz, birga ulg'ayamiz.